Endi qarang, gapni qarang. Yo, domla, siz yolg'on gapiryapsiz debdi. Nima deb yolg'on gapirdim? O'sha menga yozgan bu bola, keyin ko'rishganmiz, shunaqa degan gapimni yolg'on gapiryapsiz. Bunaqa bo'lmagan. Aslida men sizga yozganman, keyin o'qigansiz deyapti. Xuddi mana shularning ishi. Shu Abdulloh Zoparlarning ishi. Ahli sunnaman deyaveradi odam. Mahmud ahli sunnaman deydi. Abdulloh Zopar ham ahli sunnaman deydi. Lekin faoliyatidan bilamiz uni ahli sunnami yo'qmi? Berkinib olib, uzoqqa borib olib, gemoroy dayuslarni tarafiga o'tib olib faoliyat qilayotganligi ahli sunnadan emasligini bildiradi. E'tiqodini Alloh bilan o'zini oldida javob beradi. Undan tashqari menga shartlar qo'yyapti. Keting maydondan dedi. Mahmud yo'qotish kerak Abror maydondan degan. Abdulloh Zafar aytganda Abrorni yo'qotish kerak degan edi. Galuboylar aytgan edi, Abrorni yo'qotish kerak degan edi. O'sha Abdulloh Rahimov degan shilpindirg'a ham aytayaptiki, chiqing maydondan, keting deyapti. Meni haqorat qildi degan Galuboy ham shu gapni gapirgan edi. Qayerda haromi isqirt bo'lsa bizga tuhmat, montaj, shantaj qilib tuhmat qilganlar. Shularning hammasi meni haqorat qildi deb o'zidan mazlum yasab olgan edi. Lekin isbotlab berdimki, o'shani qabul do'siblargacha aslida haqoratni bular boshlagan. Shu Abdulloh Rahimov degan hezalak shu boshlagan haqoratni. Men bunga do'stlar bir e'tibor qilib javob bermayapman. Men o'sha guruhda, o'sha jamoada bizni do'stlarimiz bor, bizni bolalar bor, bizni shogirdlar bor. O'shalar unga nisbatan qanday pozitsiyada bo'lishligini so'raganligi uchun aytayapman. E'tibordan tushib qolgan tashlandiq odam bu odam. O'sha anavi Aziz Muqim ham o'shani qo'llab-quvvatlayapti. Bemalol. Men dalil keltirish mavzusida misol keltirayotganim sizga realroq bo'lsin. Qanday qilib bunaqa ishlatish mumkin deganga mana shunday qilib ishlatish mumkin degan misol tariqasida keltiryapman. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Dalil deganda kim nima desa, ha mana gapirdi-ku, javob berdi-ku deb ketavermaymiz. Dalilni o'zini zavobitlari bo'ladi, qoidalari bo'ladi. Bir gapni yolg'on dedingmi, uni yolg'onligini isbotlash kerak bo'ladi. Yolg'onni ta'rifi bor. Bir odam o'zi e'tiqod qilmagan narsani gapirsa yolg'on bo'ladi. Yoki voqealikda narsani bilib turib boshqa tarafiga burib gapirsa yolg'on bo'ladi. Bir odam xato gapirib yorsa yolg'on bo'lmaydi. Bir odam bir jumlani noto'g'ri tuzib qo'ysa yolg'on bo'lmaydi. Yolg'on e'tiqodiy narsa. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalom yolg'on gapirgan odam mo'min bo'lmaydi deganlar. Chunki e'tiqodiy narsa, ishonib boshqalarni ishontiryapman deb yolg'on gapiradi. Masalan, Abraham Galuboy valati zino Abraham yolg'onni e'tiqod qilib gapiradi. O'shaning uchun ularni musulmon emasman bular deyman. E'tiqodida tushunman, odamlarni ishontiryapman deydi. Bir hodisaga o'zini ovozini qo'yib, men keldim, urdim deb yolg'on bemalol tarqataveradi. Shu gapini men yolg'onligini bilaman, o'zi biladi, o'zi. Alloh bilib turganligi ham aniq. Lekin menga shaxsiy adovati bor odamlarni ishontirish uchun gapiraveradi. Men uni yolg'on deb yolg'onligini isbotlab bergan taqdirimda ham uni qabul qilishmaydi. Nimaga? Orzu qilishadiki, Abrorni shunaqangi qilib urush kerakligini. Orzu qilishadi. Tuya hammomni orzu qilganidek. Maymun britvani orzu qilganidek. Orzuda yuraveringlar. Mana shular yolg'onchi odamlar. Yolg'onchi. Jasmin yolg'onchi. O'zi jinsi o'g'il bola jinsida xotin qilib ko'rsatib oladi. Yolg'on, mana shu yolg'on. Keyin bir odamni o'sha qilib yurgan rasvoligini, qilib yurgan jinoyatiga qarshi chiqsangiz, sizga o'sha jinoyatini oqlash uchun
yolg'on gaplarni aytishligi sizni ishontirib qo'ymasin. Dalilning zavobitlari bor. O'sha zavobitlarni ajratib olishimiz kerak. Bugun ajoyib kitob taqdimotiga kelganman. Uzurnoma degan kitob Falastindagi bola to'g'risida. Bizni super kitobxon loyihamizda ilk qaldirg'och Humayro degan ustoza bu kitobni yozdi. Super kitobxon loyihamizda. Nido nashriyoti orqali nashr qilindi. Bugun mana shu kitobning taqdimoti bo'ladi. Bu Timurni ofisida, ya'ni Osmondagi bolalar Najot ta'limga keldik. Chilonzor filialiga nasib bo'lsa taqdimotdan ham sizlarga ulashamiz. Kitob o'qish yaxshi, kitobni qoidalarini tushunib o'qish muhim, vojib bo'ladi. Astoydil e'tibor berib, nimaga dalil keltirishlikni ko'rish kerak. Abdulloh Zafarni bu jinni bo'lgan desam, yolg'on gapirgan deyishdi, gapirding deyishdi. Keyin Abdulloh Zafar chiqib, "Ha, men jinni bo'lganman" desa, menga qarab, "Ana ko'rdingmi, sen yolg'on gapiribsan" deyishdi. Ana shuni dalil deb yurishdi. Hozirgacha o'sha Abdulloh Zafarga ishonib, aldanib yurganlarning deyarli hammasi mana shu formulada aldanib yuribdi. Tushungan bo'lsa kerak. Bizni saroy mulla deyotganini ham tagida o'zlari saroy mulla ekanini bekitish uchun yolg'on to'qishyapti. Bizni saroyga aloqamiz yo'qligini juda yaxshi bilishadi. Ular o'sha salafiy saroy, Saud saroyiga aloqador ekanligini, borib Turkiya saroyiga, borib Amerikaning saroyiga mullalik qilganligi fosh bo'ldimi? Fosh bo'ldi. Endi hozir chiqib nima deya oladi endi bular? Ha? Biz olamiy jihad qilyapmiz, xilofat o'rnatamiz. Biz jihoddan to'xtamaymiz deyishayotgan edi. Nima bo'ldi endi? Ha? Izroil bilan kelishdi-ku Ahmad Shar janoblari. Yolg'on insonni o'zini oyog'iga o'raladi. Yolg'onni gapirayotgan odam o'sha yolg'onida o'zi chalkashadi. Va oxir oqibatda Allohning ya'ni tadbiri bilan yolg'onda halokatga uchraydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytganlarki, as-sidqu tuma'nina deganlar. Sodiqlik, to'g'ri gap gapirish, har qanday vaziyatda to'g'risini aytib turaverish xotirjamlik deganlar. Xotirjam bo'lasiz. Wal kizbu riba deganlar. Yolg'on gap riba, shubha insonni xavotirga soladigan narsa. Odamlar rost gapirsam halokatga uchrayman deb qo'rqishadi. Aslida najot o'sha rostda. Odamlar hozir yolg'on gapirib chiqib ketaman deb o'ylashadi. Aslida halokat ana shu yolg'onda. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislaridagi bir ma'no shuni ifoda qiladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bizni maydondan yo'qol deganlarga alam qildirish uchun maydonda davom etamiz. Botilga qarshi jangim muqaddasdir muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.